أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik kardeşlerimiz, bu katımkı dersimizge yine hoş geldiniz. Bizdeki bu katımkı dersimizdeki asas mevzui kandak adam roza tutmasına yani buludu diğerliğindeki üstüde toxtalımız ve onundaki yine kandak adam mene rozun buzvassa kaparet berdu ve kazasını kalıdı diyen mezmunda toxtalışka biz hareket kılımız inşallah. Şimdi aldığı dersimizde biz hem de Ramazan'daki İslam dinimizde mene bir 4. rukunniki ikkerliğindeki üstüde toxtaldık. Bunun kartta mene Kur'an ve hadis'ta rozaniki farz ikkerligi hem icma ümmet. Bütün Müslümanlarınki zade Ramazan'daki farz ikkerliğindeki üstüde toxtaldık. Hem Ramazan'daki rozaniki üzü kandak ayda tutumuz bunun üstüde hem toxtaldık. Hazır hem de her kanda bir adam. Men Müslüman, men mümin diyen adamdaki üzü. Mene bu rozanı tutmasa kat'i bulmaydı. Her bir adamga yekke yani şahsi balagat yetkendeki Müslümanlı bolsa, mükellefli bolsa o adamdaki üzü roza tutuş çok gerek. Hem de roza tutmaydıgan adamga o yine İslam dinimiz buna yol koygan. Bunu ruhsat çok bergen. Mene bu doğruda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Femen kana minkum maridan ev ala seferin fa'iddetun min eyyamin ukhar" diyen ayet çok var. Mene sizin içinizden bir adam kesel olup kalsa, ya ki sefer kılıp kalsa, yani seferin üstünde bolgan bolsa, mene o adamdaki üzü, mene şu vakitte tutmay, onu tutamayan rozaniki üzünü Ramazan'daki yeni bir küllerde, yani Ramazan'daki küllerde gününü sanap, şu tutamayan günü kaç gün bolsa şu vaktin üzüde meni tutuvası boludu dep, men Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de müştakçı digen. Şunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bu doğruluk Peygamberimizden rivayet kılan hadis ve yüzüneki emene kılan meni sünnetleri çok var. Hem de bir adam mesela bir kesel olup gitti. Bu kesel aslında kandak kesel, yani o keselniki yüzü ağırıp gitti, ağırga vakti yüzü de bu rozaniki yüzü o adamga ziyan kılıdı iken. Yani kesilni tehiman yukarı kötürüp ekan, kesilni tehim ziyoda qiladi ekan, yoki u odamniki o'zi bu kasalniki o'zidan saqlash imkonichi yo'q. Mana mushundoq bo'lgan vaqtning o'zida mana bu odamniki o'zi mana kasal deb atiladi. Ammo u odamniki besh og'rib qoldi, yo tish og'rib qoldi, yo qo'li yo og'rib qolgan vaqtning o'zida yoki zukamdan bu qolgan vaqtning o'zida bizdagi urf-odatda bu kasal bo'lsin. Lekin İslam dinimizdeki mene roza tutmasın boludu diyen bu yerdeki kesellik onu iradesi kılınmaydı. Mene bu doğruluk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hem seleflerindeki diyen sözleri var. Hem de bazı seleflerindeki özü mene normal bir kesellik kalsımı uçanlıki özü de roza tutmasın boludu deydiğen bunda yaptırımı çok var. Bu asas emez. Köpsallık alımlar yani o kesel boğa adamdaki özü mene roza tutsa o kesil ziyade oludu. Yani o köp yiyip normal bir işini kılamaydı. Yani o adamniki normal bir işlerini kılışka mene zarar kılıdı. Benim muşumdak bolsa, o çanlıki üzere mesela hazırki devrindeki zidek, mesela şeker kesili, ya ki aşkazan kesili. Mene şeker kesel ve aşkazandan ibaret olan, benim muşu keselinin üzü, doktorununki üzü, resmi tavsiye yapıp sen 3-4 saatin içinde ya 5-6 saat bilensi imsan bulmaydı o der. Men şundaq da resmi yüküm kan bolsa. Men aşkazan kesil oldu ve onundan başka her xil iğir, tipli. Yani şundaq birləs yemiga vaqti üzüde bu adamniki yani kesillik texim avup bitişi, texim örlep yetişki sebepçi buldu. Men şundaq vaqti üzüde
mana u odam ro'za tutmay, u odamniki tutmagan ro'zniki o'zini mana agar u odam mana saqaygandan keyin Ramazondan keyin bir kunlikni qazosini shu qiladi. Endi kasalligi o'rnida masalan mesela İslami devletniki o'rnida undaq nima yo'q. Masalan, kafirlarniki qo'lida qolgan, mana shundaq musulmon, mana turmush yetib qolgan, mana abadul abad. Mana shundaq nihoyat qiyin, nihoyat mushkil, ig'ir emgak soladi. Mana selish orqali bu odamniki o'ziga mana ro'za tutish imkoni yo'q. İmkon yo'q bo'lgan vaqtdagi o'zida, mana bu odamniki o'zi qanday qiladi? U chon o'zida u odam u vaqtda ro'za tutmaydi. Yani baş vaktindeki üzere rozu tutumu çok olur. Hem de ölümalarımızın değişikçe, yani bir adam nait iğir emgek kılıydıkken. Ben aviyatın dediğimiz mesela turma diyetlip kırptı. Turma da mesela kafirlarındaki turması da. Bana kafirlarının turması yetip uçağındaki üzere başta iğir emgek sağlam olsa iş aşında. Hem de yeni bir gap var. Hem de bir adam bir yerde işlev tuttu. İşleyen olsa men o adamdaki o'zi shu ishdan boshqa. Men shu ishdan boshqa bir ish yo'q. Bu ishniki o'zi mana o ishlamasa o adamdaki o'ziniki balvoqlari va o'zlarini bir boshqa bir engak bir narsa yo'q. Shu chon o'zida shundoq mushaqqat, ig'ir bir emgaklar bo'lsa, shu emgakniki o'zida bu adam Ramazonga kelib ketdi. Ramazon kelib qolgan bo'lsa, men bu odamning o'zi shu ro'za tutman deb o canlıda o işini kan olsa, o canlıda bu adam o işten o adam böyle o roz bağımız işini kılamaydı. Kılamayandaki o adamın özü resmi o adamın maaşı yani yetmeydi ya balvaklı bekş imkanı tuşu yok. Ama o adamın karşı normal bir iş. Mesela zavutlarda hazırki devrindeki üzerinde zavut karxanlarındaki üzerinde böyle eğrim emes oturup attığımda menip qildigan ishlar bor. Hozirgi davrda mana ishniki asosi ig'ir. Ishniki o'zi hozir makinada, ya'ni mashinada qo'llanib ketdi. Mana unda qilib qolgan vaqt o'zida bu odamniki men ishlayapman. Men mancha soat ishlayman deyish orqali u odam buni sabab qilib ro'za tutmoqchi bo'lmaydi. Mana buni uchun diqqat qilish kerak. Buni o'ylamoqimiz, men mushni o'tirish mushtaqchi deydi. Endi birisi musofir odam. Sefer kılan adamdaki özü, sefer kıp kalsa, bu sefer diyen neymi? Bu sefer yoluçu diyen gap buludu. Bizdeki dinimizde yoluçu yani musafir diyen adamdaki özü, yani İslam dinimizi bekitilgen 3 gündüz. Yani bir adam şu menip 3 gün geçe bir yerge barıdığan, yetip barıdığan yerge o adam üyden çıkıp, yani mangan bolsa bu şer'ide, yani hazırki devrindeki özüden, 85 kilometre en az. Men muşu tarafga men başa baraman. Depti o adamniki turvatkan şu şehirniki chegirisidan o bormoqchi bo'lgan ya'niki o'zi 85 kilometr ekan. 85 kilometr bo'lgan bo'lsa en az shu vaqtdagi o'zida bu odamni meni musofir deymiz. Men musofir degan vaqt o'zida bu odamniki ro'za tutmasligi nima o durust. Ro'za tutmasi uchun bo'ladi. Endi safarniki men ahvoli qaragan o'zida safar burungi davrniki o'zida nihoyat ig'irdi. Nihoyat mushaqqatli. U odamniki o'zi mana cho'l jaziralarda mang'iti issiq, unda yotadigan yotoqlar hozirgi davrniki o'zidagidek undaqchi yo'qdi. Yo'q bo'lgandan keyin mang'iti uloqlar ustida issiq bo'lib bu Arab yarim orolidagi davrdagi mana o'sha Arab yarim oroli, unga boshqa O'rta Osiyo va bizdagi davrimiz, bizdagi rayonlarimizga mana havo issiq yozlarda men qolgan o'zida bu safarniki o'zi u odam ig'ir keldi. Mana shundoq ig'ir bo'lishniki sababidan islom dinimiz shundoq bir safar qilib qolgan bo'lsa bu odamniki o'zi mana u kunlarning o'zida ro'za tutmay, uningdan keyin Ramazondan keyin mana Ramazondan keyin u chang o'zida uy kelgan vaqt o'zida u odam mana ro'zasini shu chang o'zida qazosi qilvasi bo'ladi deb islom dinimiz mushundoqcha bekitdi. Endi safar mana bu safar bo'lgan vaqt o'zida bu mushaqqat bo'lgandan keyin burungi davrniki o'zida bu mushaqqat aslida bu safarniki o'sha islom dinimizda ibodat hech qanday vaqt o'zida insonga ig'ir keladigan bir tarafi.
yoki u odamniki turmush, yoki u odamniki ishlash zavoddan, yoki boshqa bir ishlarga islom dinimiz o'ttirib qo'ygan bu ta'limotniki hech qanday biri uni to'sqinlik qilmaydi. Masalan, odatda safar qilgan o'zida namozni 2 rakat o'qiymiz, ya'ni sunnat o'qimasa o'ziniki ixtiyoriy, o'qimagani yaxshi. Mana ro'za tutib qolgan vaqt o'zida bu odamniki o'zi bilan ro'za tutmasa çok bo'ladi. Bunda bir din. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizga islom dinida majalakum fid din harac. Allah Teala sizga islom dinida hech qanday sizga ig'ir qilingan, mushaqqat qilingan birini çok qilmadi deydi. Allah sizga osonlik qildi. Shu payg'ambar alayhisolatu vassalam yassira va la tuassira. Hey ishki odamga xitob deydi. Sizlar islom dini kelgan vaqtda osonlashtiringlar, lekin tashlashtirmanglar degan mazmunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi çok bor. Mana bu islom dinimizdagi asli insoniyatniki tabiatiga mos keladigan, bu insoniyatniki asli tabiiy ishlarga to'sqinlik qiladigan, mana uniki taraqqiyoti, turmushniki xotirjam yashashi va dunyo maishatiga hech qanday holatda uni zarar qiladigan, to'sqinlik qiladigan bir ibodat, bir xil ta'limotchi yo'q. Mana o'ttirib qo'ygan islom dinimizdagi barliq ta'limoti insonlarniki shu asli tabiatiga mos kelgan holatda asli insonniki manfaat uchun. İslam dinimiz o'ttirib qo'ygan bütün ta'limotlarniki hammasi biz insonlarniki manfaat uchun o'ttirib qo'ygan ta'limot. Mana ma'ni qil, ani cho'q qil, ma'ni qil deb farz, sunnat, vojib deganidek o'sha ta'limotning hammasi biz insonlar uchun manfaatli bo'lgan bu ta'limot. Mana ani qilma, g'arqshima, zino qilma, yolg'onchilik qilma, aldamchilik qilma. Mana xalqniki haqqini yeyolma. Mana zulm qilma, kishiniki haqqini yeyolma. Deganidek mushu ta'limot, aroq harom, zino harom deganing hammasi biz insonlarniki o'ziga manfaatli bo'lgan, insonlarniki shaxsiy badani, ruhiyati, jamiyati va oilasiga foydali bo'lgan ta'limot. Bu hech qanday vaqt o'zida insonga zarar kelib qolgan ta'limotchi emas. İnsanlarniki şu an bu İslam menfaatiga uygun kelgan holatga kelgan ta'limot. Shuning uchun islom dinimizda mana ahkam masalasining o'zida nima deb ataladi? Ya'ni al-ibadati soliha. Ya'ni ahkomi, ya'ni isloh insonlarniki manfaatiga uygun keladigan ta'limotlar deb bu yerda chu o'ttiruvchi qo'ydi. Shuni deb mana hozirgi darsimizning o'zida mana ro'za. Ro'za safar qilgan o'zida ig'ir bo'lib keldi bu insonlarga. Safar qilgan odamniki o'zi bu yerda bir rohatlanib bunda qilish emas, u yerda bir ishni bejirish. Uchun o'zi tijorat yoki boshqa ishlar qilish orqali yo'lda men bunda qilgan gap bu yerda mushaqqat bo'lib qoldi deb, men Alloh taolo bu yerda safar qilgan odamning o'zini cho'q tutmasin bo'ladi. Ro'zani teppak cho'pakka ruxsat bergan. Endi hozirgi davrniki o'zida safar hozir qanday holatga o'lib ketdi? Hozir burun davrniki boshqa bir davr o'rinib safar qilib sayohat qilgan vaqtdagi o'zida bu rohatlangan holatga o'tib ketdi. O'zimizniki uyi, mana oilasi yashashning o'zi charchab ketadigan, u odamning o'zi mana og'riq yeydigan, charchaydigan, men mushunda bir davr bo'lib qoldi. Ammo sayohat qilsak, safar qilsak, o'chaning o'zida bu bizga manfaat qilgan, rohatlangan, orom oladigan bir shaklcha aylandi. Endi hozircha hozir deyishsa, buni da ulamolarimizniki o'ttirsida safar eğer o adamniki o'zida ro'za tutsa, o safarga hech qanday bir ta'sir qilmaydigan bunda bir odat bo'lgan bo'lsa, u channing o'zida mana ro'za tutgan afzalmi yoki ro'za tutmagan afzalmi degan vaqtning o'zida buni ikki xil ko'z qarash bor. Bizniki Hanifiy mazhabda eğer o adam safar qilib, safar jarayonida ro'za tutib qolsa, o adamniki safar jarayoni qilmoqchiga hech qanday ta'sir qilmagan bo'lsa, u channing o'zida bu adam ro'za tutmasimi? Ro'za tutqani tutmagandan bek afzal deydi. Ammo boshqa mazhabdagilar, masalan, yani beni Şafii mazhabdagi meni ulamolarimizning ko'z qarashicha, bu odamniki ro'za tutmagani yaxshi. Tutmagani yaxshi, chunki Alloh taolo bu odamga ruxsat in'om qilib bergandiki, in'omni o'zini qabul qilish kerak deb bunda deydi. Buni Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki hem hadisleri çok var. En erişkili mezhepninki. Peygamber aleyhisselam mana şu
Mekkeni fethi qilish jarayonida Hudaybiya yili bo'lgan vaqtning o'zida mana Ramazon to'g'ri kelgan. Shu chog'imizda insonlar shu safar jarayonida ig'irlashib bo'lganda shu vaqtning o'zida Payg'ambar ro'za tutinglar, ro'zani buzinglar. Hozir iftor qilinglar desin, o'zi soni akirib shu xalqniki o'ttirsa, soni shu ishgan. İşib o'ziniki ro'zasini u yerda buzib, men mushtaq qilsam bo'ladi deb Payg'ambar ko'rsatib qo'ygan. Qo'ygandagi shu vaqtimizda ba'zi insonlar, ba'zi sahobalar meni ro'zani shu vaqtimizda meni buzgan bo'ldi, ya'ni suv ichgan bo'ldi. Endi ba'zi insonlar bu chog'niki o'zida u meni ro'zani davomlashtirgan bo'ldi. Buni qarta hech kim sen nima uchun ro'zani buzib, sen nima uchun ro'zani tutding deb hech kim bir tanqidchi qilishmagan. Mana bu to'g'riliq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki bu mazmunda mana bir qancha hadislar bor. Bu hadisniki mana umum mazmunicha mushu. Endi kasal odam bilan safar qilgan odamniki o'zi bu yerda ro'za tutmabdi. Endi agar safar qilganimiz kasal odamniki o'zi mana saqib ketdi. Saqib qilib o'chaniki o'zida mana bu kasallik qolgandiki Ramazondan keyin ro'za tutish imkon bo'libdi. Mana Ramazondan keyin ro'za tutish mana u kasal saqiyib, mana o'z asliga kelgan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu odamniki o'ziga mana ro'zaniki o'zini qazosini qilishi kerak. Mana Ramazonniki hammamiz tutamaganmiz 30 kun ro'za qazosi bo'ladi. Ya 5-10 kun tutamagan bo'lsa, undan keyin tutgan bo'lsa 5-10 kunnikini qancha kun tutamagan bo'lsa, shuni qazosini qilishi kerak. Uni qazosi qilmasicha bo'lmaydi. Endi safar qilgan odam uchun shu. Safar qilgan odam masalan Ramazonni to'liq bir oy safar qilgan bo'lsa, uchoq tutmaydi. Ya 5 kun, ya 10 kun uchoqda safar qilib u odamniki o'zi mana uniki uy kelgan bo'lsa, mana 5-10 kunniki qazosini qiladi. Agar bu odam kasal va safar qilgan odamning o'zi Ramazondan keyin o'lib ketib ketdi. U ro'za qilma, o'lib ketib qolgan bo'lsa, shu Ramazondan keyin Ramazonniki mana keyin Ramazon bayrami bo'ladi. Ramazon bayraminiki o'zi mana u birinchi kunda ro'za tutishga bo'lmaydi. Chunki Ramazonniki bayraminiki birinchi kuni, shunda Qurban bayraminiki 3 va 4 kuni ro'za tutishga qat'iy turishga emas. Bu islom dinimizda buning uchun to'sqan. Endi bu odamniki o'zi mana kasal bo'lgandan keyin, safar qilgandan keyin bu odam shu bayram kunini chiqarib etib, ya'ni bayramniki 2-3 kuni deydi. Unidagi bu odamniki o'zi mana saqiyib, u odam 5 kundan keyin ya 10 kundan keyin bu odamniki o'zi o'lib ketgan bo'lsa, u chog'ning o'zida shu saqaygan, shu imkoniyati bo'lgan kunniki ro'ziniki kaforatini u odam mana nima qiladi, u chog'ingizda shuni qazosi qiladi. Ammo u odamniki o'zi qazosi qilish kerak. Mana oyatda dedik. Mana bu odamniki o'zi masalan bir oy ro'za tutamabdi, uniki saqiyibdi, masalan 15 kun. Ramazondagi saqaygan bo'lsa, meni 15 kunniki men u odamniki o'zi ro'za tutamagan bo'lsa, u chog'ning o'zi valisiniki o'zi uni qarta bir kaforatchi berdi. Men musofir odamni shu undaqchi bo'ladi. Bo'lgandan keyin buni qarta men ash odamniki o'zi men jazman kasal yoki musofir bo'lgan odamni o'zi vasiyatchi qilish kerak. Men shu vaqtning o'zida vasiyat qilgan vaqtning o'zida ondan keyin bu odamniki har bir kuniga meni 10 kun tutamidi, ya 15 kun tutamidi, bu odam shu tutish imkoni bordi. Bayramdan keyin bu odam o'lib ketdi. O'lib ketgandiki bu odam vasiyat qilgan bo'lsa, o'shaning o'zida bu odamniki valisi qancha kun, masalan 1 oy tutamagan bo'lsa, masalan 15 kun saqib o'lib ketgan bo'lsa, 15 kunni yoki 10 kun saqib o'lib ketgan bo'lsa bayram namozidan keyin o'shaningizda shu 10 kunlik ya 15 kunlik Ramazonniki shu ro'zadagi fidyasini berdi. Mana u odam asl vasiyat qilish kerak deydi. Shu fidyiniki o'zi har bir kuniga bir miskin odamniki qo'shig'i to'yg'ida bir narsani berdi. Mana har bir miskin, ya'ni miskin odamni masalan 10 kun u odam ro'za tutamay o'lib ketgan bo'lsa, u chog'ingizda 10 miskinga o'ziga har bir kunlik normalda men 3 vaqt tomoq yeydi. Bu odamning o'zi 3 vaqt tomoq yegandan keyin shu vaqt tomoqdan normal, eng to'g'ri emas, yuqori emas. Shu 3 kunning o'zida bu odamniki mana shu 3 vaqt yegandan keyin 3 vaqt yemak normal qancha pul.
Yoki bo'lmaydi u odam agar imkon bo'lsa, biz uyga kichik kirib, mana uch vaqt yoki oshxonaga nima qilib, unda qism bo'ladi. Ammo uni qarta men pul beray deb qolsa, men mushuni hisoblab har bir kunga mesela 3 vaqt yemek yesa normal, men bir vaqt manchi pul, 3 vaqt tushdi manchi pul, kechdi manchi pul deb buni hisoblab, uniki umumisini qilib, andagi bir kunlik qilib, bundaq ba'zi çok bo'ladi. Endi o'lmalarimiz bunu kelgan vaqtimizda sadiq fitrniki şu ölçümü qanchalik bo'lgan bo'lsa, men shuning uchun ba'zi bo'ladi deydi. Chunki sadiq fitrniki asos men yo'l qo'yishniki o'zi bir qancha uniki hikmat sabablar bo'lsa, shuniki qatorida mana bayram kunniki o'zida g'arib miskinlarniki o'zi ko'ngli o'changizda mana bearam bo'lmasin, g'arib bo'lib qolmasin, bayram degan xo'shal bo'lgan kun. Xo'shal bo'lgan kun bo'lgandan keyin ish bo'lmaydi deganda şu g'arib miskinlarniki o'zi şu bayramniki kunniki o'zida mana bir kunlik qo'shin to'ydi ekan. Alhamdulillah deb va bayramdan o'rtaq qolgan musulmonlarga o'xshash bunu bahlansin, bunu da huzurlansin deb sadiq fitrniki mana farz qilishlik, vojib qilishligi hikmatniki birisi mush. Mana mushuni ko'rsatib o'lamalarimiz bu sadiq fitr qancha bo'lgan bo'lsa, mana shu o'zi shu sadiq fitrniki o'zini ash bir kunlik tutamagan ro'ziniki pidisi qilib mana basa mana bo'ladi deb o'lamalarimiz mana mushtaqcho qaraydi. Mushtaqcho qaraydi. Endi sadiq fitrniki o'zida Payg'ambar alayhisolatu vasallam masalan o'ziniki so'zida qo'noq nima bug'doy yering dedi, uni boshqa ofi dedi, guruch dedi, xo'ma dedi, masalan kishmish dedi. Buningda bir son, ya yarim son, ya'ni bir soniki o'zi mana 2,5 kilo atrofida mana mushundoq dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki davridagi bu sadiq fitrniki 6 turlik narsadagi o'zi masalan bug'doy mesela guruch, xoma, onun başka küşmüç, diğerleri taam deydi ve onun başka şu buğday diğerleri ben şu nersindeki özüneki hemmesineki şu vakit üzere tenerke okşaş. Şuna Peygamber'den şu 5-6 türlük nersindeki üzeri sadık fitrverdiği adamın özü şunçu beketken. Hem de hazır devrede şu, hazır devrindeki üzere buğdaynınki bahası bir xil. Onun başka, xomanın başka, üzümniki başka. Mesela xomaniki alsak mesela onun da yukarı en kıymetli olduğu 100 lira, 200 liralık var mesela 150 ve en tönü olan 5-10 liralık var kilosu mesela. Ben muşu köstüp her yerdeki önüm alımız bunun da ortak bir xil ölçemçi çıkargan. Ölçem çıkargan olduğu eğer bu adamdaki üzü, ben hazırki devrin üzü de hemen buğday verdim dese olma durs oludur. Durs olan deyken bu buğday verişine o g'arib miskinniki hazırki davrniki o'zida men bir kunlik qo'shin to'ydi, unda rahat oldum, xo'shal oldum deyish bu yerda chiqmaydi. Bu qanday qilish kerak? Shu o'limalarimizniki mana salaflarniki, salaf o'limalarimiz Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala va uning boshqa mana salaf o'limalarimiz buni qarta, buniki o'rniga uni bermay, uniki naqd pulni bersangiz bo'ladi. Bu naqd pul degan nereden chiqdi bu? Bu çünkü İslam dinimizde hac meselesi kelgan vaqtning o'zida agar bir adam jinoyat o'tkazib qo'ygan bo'lsa, şu jinoyat o'tkazib qo'ygan joyniki atrofda yaqin bir yerda uniki bahsi. Çünkü Qur'oni Karimda mana fahadiyan mislah degan shu yiliq bir oyat var. Şu o'ltirgan hayvonniki o'qishni jazo qilib berdi degan mazmunda. Unda o'niki bu o'qish degan nima? Birisi surat, birisi ma'ni deydi. Ma'nisi nima? Qimmat, baho. Benim şu ayetki seliştirip ölümalarımız İslam dininde bunu asli vakiyen de benim sadık fitrniki özünü bu yer kıyas kılış arkalık benim kalan selef ölümalarımızdaki gepik asasen hem sahabenin içidimin Ömer radıyallahu ta'ala'nın İbn Abbas, Abdullah ibn Mesud katarlık benim mujtehid alimlarındaki sahabeniki katarda bunu makuldaki kargan. Makuldaki kargandaki şu bu ölümalarımız bu sadık fitrik meselesi kelgan vakti özüne bununki aynı demek, bununki naqd yani pulni bersangiz bo'ladi deb buni chiqargan. Xo'sh, unda o'ndikin mana ro'za tutmasin bo'lgan odamlarniki mana ikki turi, birisi kasal, birisi musafir. Endi bir odamlar bor, u qavm islom dinimiz ruxsat qilgan, birisi homildor. Ayollar masjidga vaqtida, homildor vaqtning o'zida Ramazon kelib qolgan bo'lsa, mana bu ayollarniki o'zi agar ro'za tutsa, o'zi ojizlab ketadigan
Chunki bu hamil bo'lgan ayolniki qo'sig'lik balmi, yine shu opisiniki yemek yegan yemekdan orqali bu balma o g'izolanadi. Bu balniki g'izolanishdagi o'zi mana Alloh taolo shunday bir hikmatda o'rnashtirganki, mana opisiniki qo'sig'idan bo'lgan yemek qon orqali mana nima qilish orqali shunidi sho'rab balniki butun vujudi shuachib bordi. Mana bu e'tibordan agar u ayolniki o'zi bir ro'za tutib qolsa, o'chani ojizib ketadi ekan. Mana ojizib ketish yo u odamning o ayolniki mana u yuziga yoki shu balniki sog' salomat tug'ilishga bu yerda ta'siri bor. Buni ya doktor rasmiy uni tavsiya qildi. Men mushunda qilib qolgan bo'lsa, o'chaniki o'zida men ro'za tutsam, men o'zimga ya balamga ta'sir qiladi deb qolsa, o'chan o'zida ro'za tutmay. Ro'za tutmaydi o ayol. Ro'za chiqqandan keyin o ayolniki men imkoni bo'lsa, shu chani o'zida darhol u qazosini cho'q qiladi. Endi birsiga u bola imtiyotgan ayol. Mana bola imtiyotgan ayolniki o'zi agar ro'za tutib qolsa, u ayolniki yüz ojizlab ketadi. Yoki bo'lmaydi, bolasiniki o'zi ojizlab ketadi. Chunki u imtiyotgan bola bo'lgandan keyin u bolaniki yemiga mana u onasiniki sutidan keladi. Endi yemek ve süt nimadan keladi? Yemekdan keladi. Ondan bo'lgandan keyin bu e'tibor bilan islom dinimiz eg'royoq ayol bilan bola emitgan ayollarning o'zi Ramazonda men ro'za tutmasi ruxsat. Men bu to'g'rida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadislar çok bor. Mana mushru qarta mana ashudan ro'za tutmagan bo'lsa, bu ayollarning o'zi faqat qazosini qiladi. Pidi verish yo'q. Bu pidi degan mana tövende keladi. Pidi faqat şu u ayol yani u kishiniki buningdagi ro'za tutish imkoniyati yo'q. Shu vaqtning o'zida bu kasal saqaymaydi. Shu vaqtning o'zida ondan bunga Qur'oni Karim degandek, andaki faitamu bu Qur'oni Karim degandek ana bir miskinga taomchu berdi. Men bu mundaqchu bu yerda pidi buni keladi. Ammo bu ig'royat bu balivat imitotga ayolniki o'zi mana Ramazondan keyin mana yangiydi, o'chan imkon bo'ladi. Ba'zi sho'g'iladi, uniki imkonchi bo'ladi. Pidi degan shu qazosi qilishga imkoniyati yo'q. Shu vaqtniki o'zida bu ayolniki o'zi men ro'za tutmay qazosini bir kunni qazosi qiladi. Unga u ayolniki o'zi men kaffarat berman, pidi berman deydigan ish u yerda bo'lmaydi. Endi yin bir ro'za tutmaydigan bo'ladigan kishilarniki mana yin birsi shayx pani deymiz. Bu arabcha gapning o'zida shayx deydi, ya'ni qaradan degan gap. Endi qaradan degan bo'lgandan keyin bir odamning o'zi masalan er yoki ayol yoshib ketdi. Yoshib qolgan vaqtning o'zida buningdan keyin u ayol ya erniki er ayolniki yoshib qolgan, o'chan o'zida ro'za tutish imkoniyati yo'q. Ojizlab ketdi. Ojizlab ketgandiki buningdan keyin u odamniki ro'za tutishga bir kuchi bu yo'q kelmaydi. Kelgan vaqtning o'zida qanday qiladi? Mana Qur'oni Karimda degandek, mana qanday qiladi? Mana u ojizlab ketgan, bu yoshib qolgan er ayolniki o'zi mana ro'za tutmay, o'chanizda har bir kunlikka bir kunlikniki o'zi mana buchan o'zi nima bo'ladi? O'chanizda mana pidichu berdi. Pidi mana shayx paniga qartılgan gap. Eng birisi anladiki pidiniki nimasi? Kasal. Mana o kasal bo'lib ketdi o odamniki o'zi, masalan şeker kasal deydi ya başka saqaymas bir kasal. Mana bu ömür boyu bu turadigan ya palaj kasal, mana ya oshqozon kasal. Bu 3-4 saat binasibisi çatak. Şu canımızda muşta kasal giriftar qolgan bo'lsa, men bu odamlarniki o'zi, mana u odam yani shayx paniki o'rnida olib, men bu odamniki o'zi mana ro'za tutmay har bir kunlikka bir kunlik mana ro'zasini bir kunlikka bir kunlik pidisini berdi. Men pidi degan men biraz önce avval deganimizdek mana har bir odamniki beshiga, har bir jonga qanchalik sadaq fitr keladi, shuniki miqdorini har bir kunlik pidi deb hisoblab bersa, mana uni shu bo'ladi. Mana bu ro'za tutmoqsa, mana bo'ladigan men 4 turlik nima var veya 5 turlik insonlar var. İkisi mana 4'i qazosi qiladi. Birisi shayxponi,
shayponi yoki ig'ir kasal qolgan bo'lsa saqaymas. U chog'ingizda bu har bir kunlik men er olsun, men ayol olsun, u chog'ingizda bu 12 yüzüneki men pidichu berdim. Endi kasalning yuzida palaj kasal var, lahva kasal var. Men ro'za qattiq tutolmaydigan bir kasal var, u chog'ning yuzida bu muchu shu darajaga keldi. Endi bir adam mesela saranıp ketdi. Mana biz dersimizin 5'te degende ro'za tutgan adamniki o'zi jazman musulmon bo'lishi, sahiy bo'lishi dedik. Yani sağlam, teni sağlam, aql ho'shi joyida men bo'lgan adamniki o'ziga ro'za tutishniki o'zi biz uchanimizda vojib dedik. Qur'on hadisga asosan. Endi İslam dinimizdeki ahkamniki qartilgan yeri u nima insonniki vujudidagi aql. Aqlın qartildi. Yani aql ho'shi rasmiy bo'lsa, uchanimizda yani balog'at yetdi degan gap, aql joyiga yetdi degan gap. Mana bu e'tibordan islom dinimizdagi aniqil, maniqil, qilma degan ahkam shu channing o'zida kelib, agar deganda qon bo'lsa savob, deganda qilmagan bo'lsa, uchanimizda bu jazo bo'ladi. Uchanimizda endi ikki xil amalchi uchanda u odamning yadiga tushdi. Endi bir odamning o'zi masalan olim hadis mesela saranib ketdi. Ramazan ayınınki hemmisinde. Ramazan ayının mesela eğer ro'za tutgan vaqti o'zida bu adam qarab qolsa saranib ketdi. Hech nima bilmaydigan bu saraniki o'zini biz bilamiz. Hem doktorniki o'zi buni belgilaydi. Shuningdek urf odatim bu adam sarankan deb gap so'zi harakati bo'ladi. Ya'ni shu eğer ro'za tutimiz degan adam o'zi saranib qolgan bo'lsa, mana Ramazan chiqat kishik sarang yeshilmabdi. Saqaymagan bo'lsa, men bu odamniki o'ziga hech qanday bir narsa uchun ketmaydi. Hech qadar ro'za qazosi qilmasin bo'ladi, ham kafaratni uchun bermaydi. Chunki Qur'oni Karimdagi "Faman shayda minkum shahra fal yasum" degan bu oyatning hukmi mana kimiki Ramazon oyiga hozir bo'lgan bo'lsa, u odamning o'zi mana Ramazon oyiniki ro'za tutsin degan bu buyruq u adamniki aql bo'lmagandiki aqlga tushib kelmaydi. Aql yo'q, aql saran degan aql yo'q, aql yo'q bo'lgandan u tafriqdagi asosi shu adamniki aqlga bog'liq. Shu kichikvalniki o'zi balog'at yetishdiki oldida bu balniki aql yo'q. Aql yo'q bo'lgandan islom dinimizga aniqil, maniqil degan qimmat degan ahkamniki bu yer yuzilishi u yerga ulug' kelmaydi. Shuningdek bu saran bo'lgan kishilarniki o'zigimi bunda bir ahkam çok kelmeydi. Çünkü akıl yok. Mana İslam dinideki bütün taklifatlarının hemmisi bir insanniki akıl hoşu yani akıl çok bağlı. Saraniki bir ayın bağlıken uçanımızda akıl bulmagandiken uçanımızda hiç kandak ro'za tutuşun bulmaydı. Hem kazası kılmaydı hem kefaret ya fidye binası çok vermeydi. Hem de eğer o adamın saran adamın yüzü bazı aylardan şu aynıki bazı günlerde hoşu kirip, sakayıp verip, bazı günlerdeki yüzüde mene saranıp gittim. Saranıp kalgan bolsa, mene kaç gün o adam hoşu kelgen bolsa, şu hoşu kelgen günniki o adam ro'zunchu kazası kılıdı. Kazası kılıdı. Ama o adam mesela 5 gün hoşu kirip, yani resmen okuğunu yeni saranıp gitti. Saranıp kalgan bolsa o adam şu 5 günlükniki yüzü tutamadı mı? 5 günlük hem de onun olgandıkken 12 kazasını kılıdı. 25 günlükniki hem ro'zasını kazası kılmaydı hem onunki pidiyim vermedi. Çünkü o saran. Saran olgandıkken bu saranga ben İslam dinimizde mi yok, onunla sorak yok. Bu aslında İslam dinimizi oturup koygan o talimat sallallahu aleyhi ve sellem ben bu mezmunu düşündük çok dige. Hem de eğer bir adam hoşudan ketipti. Hem de hoşluk etti deyişinden saran ikisindeki otursida fark var. Eğer bir adam hoşluk ketken bolsa, mana bir ayniki hemmisi de uçan hoşluk ketipti. Hoşluk ketken bolsa o adam o'zi men qanday qiladi? Ro'zniki qazosini çok qiladi. Yani 30 kunlik bo'lgan bo'lsa 30 kunlikni qazosi qiladi. Mana bunda odat shu bo'ldi. Nimishqa? Chunki hoşluk ketdi degan gap mana bu odamniki moya beden nemisi hemmisi işleydi. Ama yılıkı resmi bedenini bu adamdaki özü kontrol kılamaydı. Kontrol anında kılamaydı ama o akıl, o adamın akıl hoşu cayda. Cayda olup bir saranda bir tane okulda hedef emi yapı okudu,
uni yaxshi yomon ekanligini bu chog'ni o'zida islom dinimizniki mana faman shayda minkum shahra fal yasum degan oyatning hukmi aql ho'shi mana joyida bo'lgandan keyin u aqlning ustiga keldi. Kelgandan keyin u chog'imizda palajib qoldi degan gap. Palajib qolgandan keyin bu odam aqlni ma o'ziniki badanni mana harakatni idora qilib men o'zimning degani bo'yicha men boshlayman olmaydi. Unmag'anlik ho'shsiz bo'ldi degan gap. Ammo u odam gap qilsa yoki bunday ishorat biladi. Shuning uchun mana bu ho'shida ketgan bo'lsa bu odamniki o'zi tahdid kelgan bo'lgandan keyin buni asosan u odam mana Ramazondan keyin mana ho'shi kirib saqaygan bo'lsa, o'sha o'zida qancha kun mana tutamagan bo'lsa 30 kun hammasi ketgan bo'lsa-mu, bu odam har bir kunga men har bir kunniki o'zini ro'zini qazosini qilishi kerak bo'ladi. Mana islom dinimizda mana Ramazon oyiniki o'zida ro'za tutsa, tutmasa bo'ladigan qazosini qilish kerak, kafarat fidya berish kerak, mana qazosi qilish kerak degan mazmundagi hukmlar men mushundan iborat. Mana ro'za tutmagan insonlarniki men ishlarchi mushunaqcha bo'ladi. Hammamizda mana Alloh taolo mana islom dinimiz bo'yicha mana amal qiladigan haqiqiy taqvo muttaqi men insonlardan qilish kerak. Yana birisi mana ro'za tutishga bo'lmaydigan kishilarniki biri, yana birisi ayol kishi. Ayol kishi odat ko'rib qolgan bo'lsa, yoki odat ko'rib, yoki nafas, yoki tug'ut qolgan bo'lsa, men u ayolniki o'zimi u bayram kunlar, u ro'za kunlarning o'zida u ro'zani tutish qat'iy bo'lmaydi. Agar shu odat ko'rgan ayolniki o'zi men ro'za tutaman deb ro'za tutgan bo'lsa, u ro'za botil, u maqbul emas. Bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga qarshi chiqqan bo'ladi. Men bu odam, bu ayol qo'pib, men odat ko'p qolsa ro'za tutsam hech bo'lmaydi deb tutgan bo'lsa, o'chan o'zida islom dinimizga qarshi chiqqan bo'ladi. Bu odam mana shu ya'ni tarafsiz namoz o'qiganda bo'ladi bu qiyin. Tarafsiz namoz o'qish bo'landa bo'lmaydi. Mana oldingi darsimizda dedik Ramazonniki farz o'risiga mana qanday odamga mana musulmon balig, mukallaf, aql-o'sh joyda sog'lom bo'lgan, sahiy bo'lgan, tini sog'lom bo'lgan, kasal bo'lmagan degani, ya'ni bu nima degan gap? Ya'ni odat ko'rmagan, nifas, mana bola to'sh yeyishi yapmagan, men mushu ayollarga mana ro'za farz emas degandir. Shunda bo'lmasa andiki bu ro'za farz degandir. Undan keyin mana ayollarniki o'zi odat ko'rgan bo'lsa, yoki bola tug'ib qolgan bo'lsa, u chog'imizda shu ayol kishiniki odat tugagan qadar ro'za tutishga bo'lmaydi. Unuga Ramazondan keyin, ondan keyin bu ayolniki o'zi qancha kun, mesela 5 kun ya 6 kun ya 7-8 kun bo'lib qolgan bo'lsa, shuniki qazosini qiladi. Shuningdek nifas degan mana bir ayol tuqqandan keyin keladigan shu bir odat var, ya'ni narsa. Buni dinimizda buni nifas deymiz. Bu nifasniki eng yuqorisi 40 kun. Nifasniki eng yuqorisi 40 kun bo'ladi. Ammo uniki tövini, uniki az bir qismidagi chip yo'q. Ya'ni ba'zi ayollar 5 kunda yoki 10 kunda, 15 kunda to'xtab qolishi mumkin. Bu o'ziniki ayollarning tabiatiga bog'liq. Ondan keyin bu ayollarning o'zi bal tutgan vaqtida 40 kun, 60 kunga deb Ramazonniki o'zi mesela 40 kun, mesela 15 kunda ish to'xtab ketibdi, to'xtab ketgan, yeni ro'za tutmagan bo'lsa, o'shaningizda xato tushunib 40 kun deganda yoki 60 kun deganda desa xato ish qilgan bo'ladi. Shu ayolniki o'zi, mesela ata Ramazon debdi. Ramazon degan vaqt o'zida bu ayol o'zi hozir tutgan bo'lsa, bugungi kunda mana bu ayolniki Ramazonniki 10-15-20 kun pokiz bo'lgan bo'lsa, to'xtagan bo'lsa, kelgan narsa, shu vaqtning o'zida u ayol pokiz bo'ladi. Darhol bu so'g'i silib, u ayolniki o'zi mana namoz o'qiydi, mana Qur'on o'qiydi, ro'za tutadi. Bu 40 kun degan, agar shu ayolning o'zi birinchi qatim tutgan bo'lib, to'xtamay ashlab ketgan bo'lsa, o'chan o'zida shar'iy hukm uniki ancha 40 kun. 40 kun bo'lgan vaqtda yeni ketgan bo'lsa, kelavergan bo'lsa, o ayol men shu vaqt o'zi darhol yeni bo'yin so'qsa, daydi kasinmaydi. O'chan namoz o'qiyverdi, ro'zani tutaverdi. Islom dinimizda buni pokiz, ibodatga loyiq bo'ldi 40 kunda deb uni bekitdi. Uni deyki kelgan qon yoki ishlarniki o'zi bu ayolniki asli tabiatiniki mizojin keldi. Bu rahimdan kelmedi, tumudin keldi deb bu yerda bundaqcha hukm qilamiz.
Mana bunuğa ayol kishilarniki o'zi bunuğa nima qilish kerak? Diqqatchi qilish kerak. Endi hayzar ayolniki o'zi masalan pokiz bo'lib ketdi. Masalan odat ko'rgan ayolniki o'zi mesela etdiganda bir qancha kun bo'lib ekan, etdiganda yana pokiz bo'lmabdi, ammo tushib olgan vaqtning o'zida bu ayol to'xtab ketdi. To'xtagan bo'lsa, u ayolning o'zi darhol bo'ynini suv solib, undan keyin u ayolniki o'zi bir narsa yemaydi. Ammo bu shu kunniki Ramazonning qazosini qiladi. Chunki Ramazon bir butun narsa uni parchalash yo'q. Masalan, tushib olganda to'xtab qolganda, unda olganda yana bir kuniga va tushki ro'za tutib, tush kun qilib degan gap yo'q. Unda olgandan keyin boshdan niyat degan etdigani bo'lish kerak. U bo'lmagandan keyin u yerda Ramazon tutish degan gap chetilmadi. Chetilmagandan keyin u ayolniki o'zi pokiz bo'lgan kunniki o'zidagi ro'ziniki o'zini qazosini qaytadan men qilishchi kerakchi bo'ladi. Endi musofir adam mana safardagi vaqtning o'zida mesela ro'za tutmabdi-da, ro'za tutmagandan keyin hozir davrimizda mesela aeroplanda mana shunday kelgan ish ketdi. Kelgan vaqt o'zida bu adam qanday qilibdi ya ulg'ash vaqti soat 9-10 yoki peshindagi asrdagi kelgan bo'lsa shu odamning o'zi darholliqqa u odam yana uning uchun ro'zini mana u odam binasi yemaydi. Ammo u ro'za emas. Chunki Ramazonniki o'zida ro'ziniki o'zini hurmat qilish bu islom dinimizdagi shuar. Bu shuar mana buni hurmat qilishimiz kerak. Bu hurmatni qilishimiz kerak. وَمَنْ يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kimiki İslam dinimizin şuarı. Yani ma İslam'daki mana belgisi, ma İslam'daki alameti degan bir narsadagi o'zini bu adam rasmi qalbida u adam ulug'laydi ekan, hurmatlaydi ekan. Bu nima o? Mana qalbidagi iymon, qalbidagi taqvodagi alomati, ya'ni muttaqi bo'lgan, haqiqiy mo'min bo'lgan odam islom dinimizdagi shuarini, islom dinimiz shuari qavmi, mesela hozir deganda ro'zada bir narsa yemaslik, Qur'oni Karim, mana arab tili, ayollarning hijobi. Shuningdek, hadis Rasululloh, ya'ni islomga oid bo'lgan masjid, mana mush narsa, Qur'oni Karim, hadis kitob deganlar hammasi islom dinimizdagi shuar bo'lib, yani şu qatorda ahl ilmi, ulamolar, talibul ilmi deganida islomiy ilm o'qitganlar hammasi islomdagi shuar. Mana buni hurmatlashimiz har bir men mu'min, musulmon degan odamniki tarz. Mana hurmatlashning o'zi, ulug'lashning o'zi bu odamniki haqiqiy mu'min, taqvo deganligini shu bu yerda bildirdi. Undan o'g'andan keyin mana bir odamning o'zi mana safar qilib, mana atgan yemak ekan, undan o'g'andan kashkini safar qilmadim, men yevarsam bo'ldi deganlik bu to'g'ri shu bo'lmaydi. Çünkü bu Ramazan ayınki özü mene aldığım dersim dildik. Bu ay rahmet ay. Bu ayının özü hem mesela ibadet kılıp, zikir, tesbih, Kur'an okuşuna şundak meşgul olan bir ay olanlık biz onun hürmetleşiyoruz. Çok gerek. Şunda olanırken mene aşı pakizip kalan ayın. Ya ki seferde kelgen kişi ya da ayalıp kalan olsa uçağınızda ben hem yaymen o demezsin derhal kelgen vaktin özüden, derhal tohtuğa vaktin özüden ben onun deyken ben 2 saat tep kalsımı onu bir narsani meni yemaslik kerak. Endi kerak. Yana birisiga anadigan balog'at, kishivoniki o'zi balog'at yetibdi. Masalan, o kishivoniki o'zi balog'at yetdi degan gap, mana bu kishivonlar Ramazon oylariniki o'zi ro'zasi bo'ladi. Ammo odat bo'yicha kichik vaqtni tortib, agar imkon bo'lsa bu balaniki o'zini ro'za tutib, mana uniga ko'ndirish kerak. Mana u balog'at yetishniki oldida tutgan kishivonlik ro'zi ota-onasi savob uni bo'ladi. Mana imkon bor, shu kishivonlarimiz tutgan bo'lsa, masalan, bek kichik bo'lganimiz yarim kun, ya 2 soat bo'lsa tutib o'gitib. Mana uni sal cho'g'roqni bir kunda mushta o'gitishimiz kerak. Bu islom dinimiz kishivonni tarbiyalashda mushundaqcha buyurishdi. Endi bu yerda majbur emas. Endi bu kishivonning o'zi shu Ramazonda ro'za tutsin bo'ladi. Ro'za tutsin bo'lgandan keyin mana bu e'tibordan bu kişiler Ramazan kunlariniki o'zida mesela ulg'ash vaqti bo'lgan vaqtda yoki tushdikin bu bola ihtilom bo'ldi. Balog'at yetdi degan gap ihtilom bo'ldi degan gap. Ya'ni mani chiqdi, mani chiqish boshladi degan gap. Mani chiqishi bilan mana bu rasmiy bu bola o'qidi, o'zi biladi. Ham ota-onasi opasi o'qishi mumkin. Mana shu vaqt o'zida rasmiy balog'at endi balog'at yetishiniki oldida bir alomatlar bo'ladi. Mesela ovoz o'zgaraydi, soqol chiqadi, burklari bunday chijib qoladi, bu bo'ladi. Qiz bolalarniki
balog'at yetdi degan gapning o'zi o'xshash. Ya'ni qizvonni ma'ni chiqadi, shu vaqtning o'zida rasmiy balog'at yetgan bo'ladi. Uniki oldida alomatlar edi. Qizvonning ovozi mana o'zgardi, badan qurilishi o'chanizda yana o'zgarib boshqa holatga o'zgardi. Buni qarab balog'at yetib ketdi deymiz. Ammo rasmiy balog'at yetganda har ikkalisidan ash ma'niniki o'zi ya tushida ya o'ngida chiqqanligi o'zi shu vaqtdan boshlab ana cho'ng odam qatori o'tib ketadi. Mana shu vaqtning o'zida bu kichik bolalar qizvonniniki o'zi masalan pishi vaqtida uxlab yoki nimada işte meni ichib ketibdi. Shu vaqtning o'zida darhol ota-onasiga olib uqtirdi. Mana u bola ashta bo'lgan bo'lsa, bundan keyin endi voy bolam endi ro'za tutmabsiz, endi ya beraman demay, shu jon darhol mana u bolaga endi buniki cho'ng oldiga endi tushning olib bilasiz, yemisingizmi? Ammo bu kunlik ro'zingiz ro'z bo'lmaydi. Ammo shunda bo'lsa-mu, siz bundan keyin shu iftor qilganga qadar ro'zachi tuting. Bir narsa yema deb mushtaqchu deymiz. Shuningda mana kofir odamniki o'ziga ro'za tutishi mukallafchi emas. Uniki gadilga birinchi mukallaf bo'lgan narsa iymon etish, musulmon bo'lish. Musulmon bo'lgandan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh degandan keyin bu odamniki gadiliga mana ro'za men islom diniki ibodati ondiki gadiliga tushadi. Shuningdek endi bir kofir men musulmon bo'libdi. Masalan, tushda yoki tushning oldi kaylarda yo iftor oz qog'ovatizda darhol u odam endi musulmon bo'lgandan keyin endi u odamniki o'zi qanday qiladi? Men u odam shu iftor qilishlik bo'lgan orliqniki o'zida men hech qanday mana u odam binnasichu yemaydi. Endi nafl ro'ziniki o'zi mana nafl ro'za qazosi qilish qilmaslikka vaqtning o'zida nafl ro'za farz ro'ziniki o'zi tutolmagan qazosi qiladi. Ammo ro'ziniki o'zi oldingi darsimizda degandek ro'zaga farz namoz bo'ldi, endi bir nafl ya'ni vojib 3 xil bo'ldi dedik. Endi bir odam nafl ro'zini tutishdan burun u nafl qism mayli, qimisi baylimaydi. Payshanba, dushanba har oyniki masalan 15, 16, 17 yoki 14, 15 oy ayyomil biz va undan bosh Shavvol degan oyning o'zida bu odamning yoki bo'lmaydi bir kun tutib, bir kun tutmadi u nafl. Nafl bo'lgandan keyin o'chani majburchi emas. Ammo u odamniki ro'zini tutib, nafl ro'za tutgandan keyin u odamniki o'zi buzayotgan bo'lsa, yoki bir musofir berib ketdi, yoki bir ishtiti bo'lib ketdi, o'chani darhol u odamning o'zi bilan ro'zini buzib, ishtaqamiz ruxsat bo'lgandan keyin shu ro'ziniki qazosi qilish u odamniki gadiniga vojib bo'ladi. Mana bu o'chada bu nafl ro'ziti to'la siz amal qilishlikka oldin nafl etding. Ammo qildingizmi, gadingizni oldingizmi? Gadini yukilgandan keyin ondiki bu amal vojib aylanadi. Vojib buzmasa, o'chani o'zida qilmasa, o'chani buzayotgan bo'lsa, uni qazosi qilish kerak. Shuna Alloh taolo "Vala tubtilu a'malakum." Sizlarniki bo'lgan amalni buzmanglar degan. Bu odam buzayotgandan keyin buniki ish qanday qiladi? Qazosini qilish kerak bo'ladi. Endi Ramazonning qazosi qavlaqtisi qanday qiladi? Masalan 15 kun tutamidi, 6 kun tutamidi ayollar deydi, kasallarda bo'lsa, mana Ramazondan keyin bayram namozi o'qib bo'lgan 2-kundan yoki 2-3 kundan boshlab tutsa imkon bo'lsa bu bo'ladi. Mana eng yaxshi shu vaqt darhol imkon bo'lganda shu oxirida tutish kerak, kechiktirmaslik kerak. Ammo kechikib ketibdi. Kechib ketsa u nima u? Durust. Endi Ramazonning qazosi masalan 10 kun, 15 kun yoki 1 oy tutamagan bo'lsa, u odamniki bu qazosini qavvaqt o'zida oqa ya 5 kun yoki 10 kun yoki 1 oy bunda tutsa bo'ladi. Buni ayırıp, mesela bir gün bir tutuptu, onu dikin 2-3 gün tutup, yeni tutuş imkan buldu, mandak ayırıp 10 gün. Ayırım ya 5 gün. Ya ayırıp mene bir kaç gün, mene muşundak nimkan bolsa, uçanın üzerinde, kandak buldu, uçanın üzerinde, mene açtak tutsum uçu buldu. Ama bunun karta eğer imkan bolsa, aka 5 günü ya 10 günü bir aynı muştak tutuvatkanı, onu ime o yaxşı. Hem de bu adamın mağaramdan ro'ziniki qazosi qilish imkoni bo'lmay, yeni bir ro'za kelib ketibdi. Yeni bir ro'za kelib ketgan bo'lsa, unda qanday qilganda yeni bir ro'za kelib qoldi, ertaga kelib qoldi. Oplama o'tgan yildagi Ramazonniki qazosi qilamagan tem. Ma'ni tutular, ama makivatga oynikini demay, qanday qildi hozir kivatgan oyniki ro'za tutib, mana u kechiktirgan gunoh yuzda bo'lgandan keyin ozroq sabab qolsa mayli, ammo sababsiz unda bo'lsa u durustchi bo'lmaydi. Deganda bu yaxshi emas. Endi
Muşta olgan bolsa o adam şu kelgen ayniki rozasını o adam şu vaktin üzerinde kazası kalıdı, demek o tutudu. Ama aldığı yılınki rozası bu aydın, yani bu ayniki rozası, bu yılın rozası tutup olgandayken bunda tutuşçu bulur. Ama kiç tügenin üzeri, men Allah'ı üzü koyumuz, Allah'ın epoksan ayeti nime, Allah epoklaşıyor, mümkün bunun tövbe çok, karışıyor, kerek. Hem de, men aviyat ettiğimizde, men bayram küllerinki üzere, men Ramazan bayramınki üzü bir gün buludu, men İslam dinimizde. Ama Kurban bayramınki üzeri, men bayramın üzeri ayyamı teşrik dediğin onun 3 gün var. Bu 3 gün yani 4 gün yani bayramınki külleri 5 gün buludu. Bir adam şu bayram üzeri roz tutuşup bulmaydı. Men neflamaz. Nefl rozanınki üzeri bu yerde tutuşup bulmaydı. Ama bu adam şu günü tutuşununki üzeri hata işkan buludu. Doğru işkmıgan buludu. Doğru çünkü şer'i İslam bu adamniki şu günün üzerinde bayram kılışka imkanı yart vergenlik bu adam onu unutgan bulup, onu unutgandaki hatalık ötközgen buludu. Şu yerde tutuşku bulmaydı ama şurada olsa bu adamı tutup ketdi. Şu bazı mezhepte o adamın tutkan rozi makbul emas, roz emas deydi. Bizdeki Hanifi mezhepte o aşk günlük esir rozun yüzü doğran. Ama rozun bulması ayın bir sebeple çetip kalgan gap o çetip kalgan sebep kalgan. Yani koşal oluş, mene koşal olup müşda yayrap, koşal olup müşda bayram kılıp, müşda külüp minip kılış. Bunuga rozun yüzü çapışıp kalgandaki bu sebep başka da boldu. Ama rozun yüzü sebep değil, başka sebep ayar kılınla digendeki Peygamber medreseden koşuluna, müşda oylana, işçilana digendeki bunu kata kalgandaki bu roz çıkıldı. Ama aşta kıpamız hata kalmadı. Ama bu rozdaki kazasını ben tutmam düzeltken bolsa Ramazan'daki bayram tükendikken bu rozdaki kazasını beni kılışçı kerek buldu. Bunu kazası kılması çok bulmaydı. Ama bu adamın gözü şu rozu tutmağımızı duruşçu buldu ama hata işkan buldu. Bu katliçi duruşçu emas. Mene yukarıki dersimizde mene kandak adı rozu tutsak buldu, kandak sazlı vakti tutsak buldu, kandak kazasını bilip kılımız, kandak vaktindeki üzerinde kaparet mi pidi verimiz, diğerlerindeki üstüze mene toktaldık. Hemimizde mene şu yukarıki hadis, yukarıki şu talimat boyunca emel kılgan haqiqiy taqvo muttaqi mujahid kishilardan qilsin va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.